Yevropada svejiy Perigon yetib kelgan furalarni chiqarishda davom etamiz. Sotuvda mana shu Man Euro 6 Wilton Persepla komplekt holati narxini egalari 87 ming AQSh dollari deb aytayaptilar. Endi furani ma'lumotlari bilan birma-bir tanishtirib o'tib ketaman. 2022-yilda ishlab chiqarilgan tigach bosib o'tgan masofasi 434 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Salonni ichki holatlarini ko'rsangiz bo'ladi. Idealniy holatda turibdi. Hamma narsalari mavjud. Bu 430 ot kuchiga ega zavodskoy o'zi Euro 5 motorda chiqqan. Baklari jami ikkita 500 litrli bu tomonda, 500 litrli u tomonda baklari bor. Tigachchi balonlari hammasi Michelin balonda turibdi. Yaqinda balonlarning holatini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Mashinada retardi ham mavjud, avtomat korobkada. Persep 105 kubali Wilton Persep bo'ladi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, lekin 2024 oxirida ishga chiqqan ekan. Persep yangi desa ham bo'laveradi. Moslari safmos o'tka balonlarning holatini yaqinda o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Lentakasi ham bor. Ichki holatini ham videoda ko'rsatib o'tkaman. Idealniy holatda turibdi. Ichlari alyuminda. Qiziqqan bo'lsangiz egalariga telefon qiling. O'zlari bilan yana kelishilgan holatda yaxshi narxlarga xarid qilishingiz mumkin. Bu videoni mana shunaqa Perigon yetib kelgan Man Euro 6 qidiruvga tanishlarga yuborib qo'yishingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat.